İlimi aranlığı ele basanla. Allah. Bu ballı ikansın değil mi? Süyümlü kırındaşlar, biz bugün Abdumrayillik Xalq üçüncü doktorxanası alayda hemkarlaşkan bir piyalı çay söhbetimizge yüzümüzün kırındaşlarından Kiremcan Memtili bilen Şereli G'nini teklif kıldık. Bu iki jigit hem de hemimizge ma'lum Yipek yoluga intayin yakın turayotgan erkeklerimiz hesaplandı. Kiremcan mu şu birinci karardan başlap ta hazırlık kadar ve minginci karargacha biz bilan bilib bo'lgan o'xshaydi. Bu Şereli qarindishim mu, lekin bizga bek yaqin turayotgan qarindishimiz. Hamda bir piyal çay içkech bu qitim qismninki ikkanlar birlikte icra qilgan Nur Lale nomidagi bir naqsh to'g'riliq azroq anjuman qilib boqayli. Nur Lale degan naqsha chuqum bizning yoshlarımızga arziydi deb qarayman. Mushu naqsh to'g'riliq ikkanlardan azroq bir so'z deb boqaymi deyman. Mataka. Nurlala degan naqsha biz shu 90-yillar kichik vaqtimizda biz anglagan hamda Şiralim anglagan, men anglagan Ilg'ar Sattar degan akamiz shu chaqda qarindosh millatlarni o'zlashtirib aytibdi ekan. Bu naqsha shu chaqdami nayt moda bo'lib. Men anglagan. Men misilga o'sha yosh bo'lgandiki anglab. Bir moda bo'lgan naqsh ekan to. Shuning bilan ikkimizning shu ovozimizning bir yerlar kep qiliqli hamda qo'shkilik naqshasi. Şunu aytib baqalamiki deb aytgan. Turmushda ikkanlar bir yer keliglar qani. Bir-birimizga urib tuqqandek yarilak. To'g'ri. Meylimi aranlığı ele basanlar. Qanday ular? Küçük kitilimi ya. Kanka Azmat yok. Azmatning o'rniga Muxtar kamdan kirib olsa. Meni kavakchan bu sıqlab elanglar. Senmi mushu naqshi to'g'riliq bir eg'iz gap qilib baqaqani yigit. Avval rahmat Muxtar aka, shunday bir yaxshi fursatda didor g'animat bo'ldik. Endi bu naqshni shu Keremjon ikkimiz o'ylab, shundaq oldida hamkorlashayotgan naqshlarımizda ancha-muncha masalan ikkimizningki ovoz tusi bo'lsin yoki muzika bo'lgan xarakterimiz bo'lsin, bizga aniq tipid ekan. Yana bir narsa qilib baqili deb shu naqsha shu davrdagi nurg'un shirin shika aslimlarning bir simvoli ekan. Bir sinab baqilamish naqshni deb yangicha muzikaning uslubini zamonaviylashtirgan holatda Keremjon o'zining uslubida, men o'zimning uslubida do'stlarimizga ham yangi bir qiyofatida sunib baqdik hamda. Mushu yangi qiyofatdagi mushu naqsha chuqum yoshlar qalbiga ta'sir qiladi. Hem mağadu deb qarayman. Tipidi dedingmi? Mushu naqsh chuqum tipib qola. Tipib qolsa biz xo'sh bo'ldik emas. Ijro qiluvchilar, ijodiyatchilar bir naqshini mang'izish yoki qalbdagi eng yaqin holatda his qilishning o'zi ijodiyatchiga bir zo'r ilhom bo'lgan gapkan. Shunga mushu naqshininki tipshiga biz tilakdoshlik bildiramiz. Mushu Abdumrayillik Xalq üçüncü doktorxonasidagi doktor sestralarmi bu naqshini tipidi, shunglashqa har bir yurak sog'lom bo'lsin deb tilaydi. Sizlarni ko'p avor qildik. Akıcan, italmay buldum avara. Gece gündüz ben begane. Akıcan, italmay buldum avara. İtalmay buldum avara. Osmandaki yıldız sana uçar. Mezrinsiz seyyare, ben avara. Bu şu kem geçim o, beni kıynan. Gelgin canım sen beni kıynama. Asmandaki yıldız sana uçar.
Mızınınsız seyyare Ben avara Muşu kem geçemu Beni kıynap Kelgin canın sen beni kıynama Asmandaki yıldız Sana uçaş Mızınınsız seyyare Ben avara Muşu kem geçemu Beni kıynap Kelgin canın sen beni kıynama Canım sen beni kıynama Canım sen beni kıynama Canım sen beni kıynama Canım sen beni kıynama Salam hörmətli aziz ustazlar. Mana mening yaxshi do'stim Shirali G'ini bilan ikkimiz kichigimizdan anglab cho'ng'agan bir klassik naqshini qaytadan o'rindab, ama shu sahnaga olib chiqdik. Sizlar bilan ko'rishganimizdan nihoyat xushalmiz. Noç ballı ikansınız değil mi? Çıkanlar hemkarlık kılıp Yılki bu PK'yi basıp çıkıp okşaş etmedinler pek çıraylık. Bizni al sorap kepsizler ha? Yo'qlab keldik. Rahmet. Hem de mışı Nakşanlar bek bilen hemimizden sizlerge yaxşı tileklerimiz var. Taş Mehmet Ustaz'ın yaxşı tilekleri bilen bir doğru taklış bakaylık. Şiralican, Keremcan, hoş gelipsizler. Bizmi anlap çoğuğan bir nakşa buçu. Ama xeyli uzun bo'lgan. Ama bir yeniçe bir biz zoq kaldık şimdiden. Shirali ukamni o doyunda ko'rib turib bir nakşlarni qanday qilyapti deb o'ylab qolgan men. Piano degan bir anakka mas'ul bo'lib mana ashani qurib bu inim ikki tarafdan kesib jihatdan bo'lsin. Tang mengayotgan bir inlerimizden birisi. Keremcan'a gap ketmeydi. Bizning har qitimliq shu Ipak yo'li sahnamizdan sirat asar e'lon qiladigan ishlarimiz bo'lsin, mush ishlarimizda biz Keremcandan hech qachon ayrilib boqmadik. Rahmat. Albatta bugungi sahnada Ipak yo'li sahnasiga vakolatan jumladan o'zimga vakolatan Keremcan'a chunki unda rahmatimni aytaman. Shirali inimningmi davomliq ishni tang epmengib texmi yaxshi natija qozona oladiganiga ishonaman. Rahmat. Rahmat.